Assalomu alaykum. Mana navbatdagi kuzgi attestatsiya jarayonlari boshlanishiga ham oz muddat qoldi. Bilaman, ko'pchiligingiz oylik ish haqingizga 70% lik ustama qo'shib beradigan 86 ball olishni niyat qilgansiz. Bugun sizlarga ushbu video orqali ayni mana shu niyatingizga yetishda yordam beradigan 3 oylik aniq rejani taqdim qilmoqchiman. Kelinglar, birinchi navbatda bu videoni oxirigacha ko'rishga majbur bo'lgan insonlarni kim ekanligini aniqlab olsak. Ya'ni siz hozir aytadigan toifalarimni biriga kiradigan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'rishga majbursiz. Birinchi navbatda siz hozir birinchi toifasiz va oliy toifaga topshirmoqchisiz. Demak, siz uchun bu video juda ham muhim. Yoki allaqachon oliy toifani olib bo'lgansiz, lekin 70% lik ustamaga ozgina yetmay qolgan, shuni qo'lga kiritmoqchisiz. Siz uchun ham bu video juda ham muhim va kerakli, foydali bo'ladi. Yoki siz attestatsiya jarayonlariga birinchi marta qatnashyapsiz, ya'ni hali mutaxassis maqomidasiz, toifa olmoqchisiz yoki birinchi toifani qo'lga kiritmoqchisiz. Sizlar uchun ham bu video juda ham foydali va kerakli ma'lumotlarga boy bo'ladi. Chunki yuqorida aytganimizdek, bu videoda biz sizlarga attestatsiyaga tayyorlanishning 3 oylik aniq rejasini taqdim qilamiz. Qaysiki bu rejalar ustozlarimizda to'liq 100% ishlab kelmoqda. Bugun sizlarga faqat quruq gap tayyorlab kelmaganmiz. Sovg'amiz ham bor. Faqat bu sovg'ani olishingiz uchun videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Videoni oxirida biz sizlarga o'zimiz muallifligimizda tayyorlagan Pedagogik mahorat plus kitobining bir qismini sovg'a sifatida taqdim qilamiz. Videoni oxirida shu sovg'ani qanday qilib, qayerdan olish mumkinligini tushuntirib aytib o'taman. O'zi bu kitob haqida ham qisqacha ma'lumot berib qo'ymoqchi edim. Pedagogik mahorat plus kitobimiz o'zini tipidagi kitoblarda yagona hisoblanadi. Ya'ni avval bizning iste'mol bozorimizda ta'lim yo'nalishida bunday kitob mavjud emas. Bu kitobda attestatsiya jarayonlarida kerak bo'ladigan umumiy pedagogika bo'yicha ma'lumotlarning barchasi qisqa, sodda ko'rinishda tushuntirib berilgan. Ortiqcha ma'lumotlarning barchasi olib tashlangan. Misol uchun aytaylik, bir kitob 300 bet. Biz u kitobning faqatgina eng kerakli ma'lumotlarini qoldirganmiz va o'sha kitobdan bor yo'g'i 50 betlik ma'lumot chiqqan. Ya'ni bu sizni vaqtingizni tejashga yordam beradi. Undan tashqari har bir mavzuni oxirida jadvallar beriladi. Bu jadvallar kalt so'zlardan iborat. Bu ham sizga yordam beradi. Va mana shu mavzu yuzasidan qanday test tuzish mumkin degan savolga javob berilgan qismlar ham bor. Ayni mana shu qism eng muhim hisoblanadi. Boshqa analogi yo'q. Ayni mana shu sovg'ani qo'lga kiritishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Demak, bugun nimalar haqida gaplashamiz? Birinchi ko'rib chiqadigan masalamiz, nima uchun attestatsiyadan yuqori natija uchun alohida tayyorgarlik kerak bo'ladi? Juda ham muhim savol, bunga batafsil javob beramiz. Keyingi ko'rib chiqadigan masalamiz attestatsiyaga tayyorlanish jarayonida ishlab kelayotgan yo'l xaritasi, ya'ni yuqorida va'da berganimizdek aniq reja, ketma-ketlik, harakatlar ketma-ketligi. Keyingi ko'rib chiqadigan masalamiz ustozlar attestatsiyaga tayyorgarlik ko'rishda yo'l qo'yadigan eng katta xatolari, eng ko'p uchraydigan xatolarni tushuntirib, nega bu xato ekanligini tahlil qilib beramiz va oxirgi masalamiz yuqori natijaga erishish uchun sizda nimalar bo'lishi shartligini ham tushuntirib, tahlillab beramiz. O'ylaymizki, bu video mana shu masalalar sabab ham siz uchun foydali bo'ladi. Videoni ko'rishni boshlaganingizdan beri sizda savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Bu odam kim o'zi? Nimaga men buni videosini ko'rishim kerak? Nimaga buni eshitishim kerak deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Mening ismim Shokir, familiyam Tursun. O'zim pedagogika bo'yicha PhD tadqiqotchisiman. Ya'ni eskiroq ustozlarimiz tushunadigan bo'lsa, bu fan nomzodi darajasi deyishimiz mumkin. Hozirda ayni shu pedagog yo'nalishda tadqiqot olib boraman o'zim. Bu menga O'zbekistondagi barcha pedagogika kitoblarini o'qib chiqib, haligi ipidan ignasigacha o'rganish majburiyatini yuklaydi. Shu tomondan ham attestatsiya jarayonlarida
o'zim umuman qiynalmayman. Ya'ni har safar attestatsiyaga kirgan paytimda pedagogik mahorat va kasb standarti yo'nalishidan har doim 15 tadan 15 ta, ya'ni 100% natija ko'rsatib kelaman. O'zim umuman olganda Sodiq School maktabida ona tili va adabiyoti fanidan dars beraman. Ya'ni o'zim amaldagi o'qituvchiman, faoliyatim o'qituvchilik faoliyati. Attestatsiya jarayonlariga tayyorlashda 3 yildan ortiq, yaqin 4 yil deyishimiz mumkin, tajribam bor. Ya'ni o'sha pedagogik mahorat qo'shilgandan beri pedagogik mahoratni alohida o'rgatyapmiz. Undan oldin ham ustozlar bilan attestatsiya tayyorgarlik jarayonlarida shug'ullanganmiz. Shu davr mobaynida 900 dan ortiq o'quvchilarning aynan attestatsiya jarayonlarida qatnashib, pedagogik mahorat va kasb standarti yo'nalishida yuqori natijalar olishiga yordam berganmiz. Asosan bizda o'qigan ustozlar 15 tadan 13 ta, 14 ta natija ko'rsatishadi. 15 talik natija ko'rsatganlar ham yildan yilga ko'payib bormoqda, chunki bizni ham o'sha tizimlarimiz yaxshilanib, testlarimizga sifat kirib, darslarimizga sifat kirib, natijalar yildan yilga yaxshilanib boryapti. Yana bir o'zi unchalik aytish mumkin bo'lmagan bir sirni ochaman. Men bilamiz, Davlat test markazi, hozirgi bilim va malakalarni baholash agentligi. Shu agentlikda test tuzuvchi mutaxassislarni tayyorlovchi ekspert sifatida faoliyat yuritaman. Bu nima degani? Test tuzuvchilarga test tuzishni o'rgataman. Ayni mana shu jihatim bilan mana shu pedagogik mahorat yo'nalishida yaxshi natija ko'rsatyapman deyishim mumkin, chunki test tuzuvchiga mavzuni testga aylantirishni o'zim o'rgatganim uchun har qanday ma'lumotni ko'rganimda uni qanaqa qilib testga aylantirish mumkinligi to'g'risida menda avtomat holatda fikr, g'oya paydo bo'ladi va buni o'zimni o'quvchilarimdan qizg'onmayman. Bundan tashqari ba'zilar tanigan bo'lishi mumkin, ba'zilar tanimagan bo'lishi mumkin. Shu paytgacha davlat maktablarida darslik sifatida o'qitilayotgan ona tili darsliklarini 5 tasida ham muallifman. Ya'ni boshlang'ich 1, 2, 3 sinflarda va 6, 7 sinflarda. Hozir ular amalda o'quvchilar va o'qituvchilar foydalanishyapti. Ayni mana shu 5 ta darslikning o'qituvchilar uchun qo'llanmasini ham muallifiman. Umuman o'qituvchilar uchun qo'llanmalar haqida gap ketganda, o'sha UNICEF va UNESCO birgalikda tayyorlagan O'zbekiston o'qituvchilari uchun metodik qo'llanmalarni ham tilga olishim kerak. Shunaqalarning aksarida ham muallif sifatida ishtirok etganman. Ya'ni o'qituvchilarga qanaqa qilib samarali, sifatli dars o'tishning usullarini o'rgatadigan qo'llanmalarda muallif sifatida ishtirok etganman. Bugungi darsimizni, dars deyaveraylik, darsimizni rejasi bilan tanishtirganimizda birinchi mavzumiz bu nima uchun o'qituvchilar pedagogik mahorat yo'nalishida alohida tayyorlanishi kerak degan savolga javob beramiz degandik. Xo'p, bu savol o'zi qayerdan paydo bo'ldi? Juda ham ko'p murojaatlar bo'ladi bizga. Imtihonga juda yaqin qolganda mutaxassislik fanim ko'p vaqt olib qo'ydi, tayyorlana olmadim, bir haftada, 10 kunda, 15 kunda tayyorlab berasizmi degan murojaatlar ko'p bo'ladi. Afsuski, bunaqa murojaatlarga biz ijobiy javob bera olmaymiz, chunki pedagogik mahoratdan aytdik 15 ta savol tushadi. Bu 30 ball degani. Ayni mana shu 30 ballni qo'lga kiritish ham oson emas. Manbalar ko'p, yodlanadigan, tushuniladigan joylari talaygina. Bunga qisqa vaqt yetmaydi. Undan tashqari murojaatlarning ko'pi men o'zim mutaxassislik fanimda kursda o'qiyman, guruhlarda o'qiyman. Ular ham pedagogik mahorat kurslarini taqdim qilishadi, ya'ni bo'lim taqdim qilishadi. Sizda nega o'qishim kerak alohida degan savollar paydo bo'lib turadi. Shunga javob berib o'tmoqchiman. Birinchi sabab, o'sha aksar ustozlar pedagogik mahorat bo'yicha mutaxassis emas. Ya'ni ular o'zini fanini mutaxassisi, matematika mutaxassisi, ona tili adabiyot mutaxassisi, biologiya mutaxassisi, tarix yoki ya'ni aynan pedagogika bo'yicha emas. O'zining attestatsiyadagi tajribasi bo'yicha dars o'tadi aksar ustozlarimiz. Ya'ni attestatsiyaga kirib chiqadi har doim, pedagogik mahoratdan mana shunaqa savollar tushyapti ekan deb shunga qarab keyingi mavsumga o'zini tinglovchilarini tayyorlaydi. Bu esa mavzular mohiyatini
anglashda tinglovchilarga qiyinchilik tug'dira boshlaydi, ham yangi usuldagi testlarga tayyorlanish biroz qiyin kechadi. Ikkinchi sababimiz pedagogikaning ikkinchi planga o'tib qolishi. Juda ham ko'p ustozlarimiz shu xatoga yo'l qo'yishadi. Asosiy e'tiborni mutaxassislik fanga qaratib, pedagogikaga unchalik alohida vaqt ajratishmaydi. Bu eng katta xato. Undan tashqari, siz mutaxassislik va pedagogikani bir guruhda olayotgan bo'lsangiz, bunda bitta muammo bor bo'lishi mumkin. Uchrab turadi bu. Guruh baribir o'sha mutaxassislik faniga ko'proq urg'u qaratadi. Ya'ni u tarix o'qituvchisimi, tarixga ko'proq urg'u qaratadi baribir. Pedagogika bo'yicha beradigan savollaringiz ham, u bo'yicha beriladigan ma'lumotlar ham, testlar ham har doim ikkinchi planga o'tib qoladi. Keyingi sababimiz mavzular ketma-ketligi va testlarning sifati deyishimiz mumkin. Faqat pedagogika o'tadigan kurslarning, guruhlarning afzalligi shundaki, bor fokus pedagogik mahoratga, kasb standartiga qaratiladi. Shuni sababidan mavzular ma'lum bir tartibga olib kelinadi, ma'lum bir ketma-ketlikka olib kelinadi. Aralash, quralash, istagan joyidan mavzular o'tib ketilmaydi va testlar ham shunga yarasha sifatli bo'ladi. Chunki sizga dars o'tayotgan o'qituvchi faqatgina pedagogik mahorat bo'yicha sizni tayyorlashga urg'u qaratadi. Shuning uchun intizom ham yaxshiroq bo'lib, ham tinglovchi, ham o'qituvchi intizomga yaxshiroq amal qiladi. Demak, mana shu sabablarga ko'ra siz pedagogik mahoratni alohida kurs sifatida olishni tavsiya qilamiz. Endi yuqorida aytdik, alohida tayyorlanmaslik yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin, chunki mutaxassislik fani bilan faqatgina 70 ball to'plash mumkin. Ya'ni faqatgina birinchi toifa ballini to'plash mumkin. Oliy toifa olmoqchi bo'lsangiz ham, 70% ustama olmoqchi bo'lsangiz ham, vazir ustamasiga nomzod bo'lmoqchi bo'lsangiz ham, hammasiga sizga mana shu pedagogik mahorat yordam beradi. Bugunga rejalashtirilgan ikkinchi bo'limimizga o'tamiz, ya'ni attestatsiyaga tayyorgarlik rejasi. Bir necha marta sizlarga va'da berdim, 3 oylik ishlayotgan rejani tushuntirib beraman deb. Demak, odatda o'zim tayyorlangan usulda boshqa ustozlarni ham tayyorlashga harakat qilaman. O'zim qanaqa tayyorlanaman? Birinchi oyda poydevor qurish bilan shug'ullanaman. Ya'ni bu nima degani? Spetsifikatsiya bo'yicha manbalarni yig'aman, ularga ko'z yuritib chiqaman, mundarijalarini ko'zdan kechiraman va o'zimga ma'lumotlar omborini tayyorlab olaman. Ikkinchi oyda mavzu plus test rejimiga o'taman. Ya'ni mavzular o'qib borish davomida variant testlarga o'tamiz. Uchinchi oyda bo'lsa, fanga oid metodikani o'qiymiz. Xabaringlar bor. Mana bu bahor mavsumidan beri faqat umumiy pedagogika emas, fanning o'zini xos metodikasi bo'yicha ham manbalar ro'yxatga kiritildi va ulardan ham kamida 3 ta test tushishni boshladi. 3-oyni, ya'ni imtihonga yaqin qolgan vaqtni aynan mana shu manbalarga va umuman variant testlarga bag'ishlashimiz kerak bo'ladi. Kelar endi har birini alohida ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi oyni haftalarga bo'lib, ikkinchi oyni ham haftalarga bo'lib ko'rib chiqamiz. Umumiy eslatma aytib o'tmoqchiman. Har bir haftada, har bir oyning har bir haftasida kasbiy standart bo'yicha alohida tayyorgarlik mavjud. Shuning uchun alohida ta'kidlab o'tmayapman. Videoni boshidayoq, ya'ni mavzuni boshidayoq aytib qo'yapman. Ya'ni birinchi haftada 3 ta harakat o'qidimmi, demak 4-inchisi avtomatik bu kasb standarti ekanligini o'zingiz bilib olishingiz kerak bo'ladi. Har safar qayta yozib o'tirmadik. Demak, birinchi oyni poydevor qurish oyi dedik. Bunda birinchi haftada nima qilish kerak bo'ladi? Manbalarni to'plash va diagnostikadan o'tish kerak bo'ladi. Bu nima degani? Barcha manbalarni to'plashingiz kerak. Spesifikasiyada ko'rsatilgan har bir kitob, hujjat hammasini yig'ib, o'zingiz alohida bir papka bo'ladimi, Telegramda o'zingizga bir guruh ochib olasizmi, kanal ochib olasizmi, shunga yig'ib qo'yish kerak bo'ladi va ikkinchi qiladigan ish sifatli diagnostik test yetish kerak bo'ladi. Ustozlar, e'tibor berasizlar, sifatli diagnostik test bu har qanday testni yechib ketmaslikni bildiradi. Keyingi harakatingiz hafta davomidagi kasb standartining tuzilmasini o'zlashtirib chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni kasb standart degan hujjat bor, undan 5 ta savol tushadi. Bu 10 ball degani. Birinchi haftada siz kasb standartini o'qing, yodlang demayman. Shunchaki uning strukturasi qanaqa, nimalardan iborat, o'zi shuni tushunib olishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ana undan keyin o'zingizni
kayfiyatingizga qarab turib manbalari ketma-ketligini, o'qish ketma-ketligini tuzib olishingiz mumkin. Birinchi oyning ikkinchi haftasida o'rganishni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni darrov o'rganib ketish maslahat bermayman. Birdan oldin biroz muhitga kirib olish kerak bo'ladi. Ikkinchi hafta bu juda ham yaxshi o'rganish uchun, chunki birinchi hafta diagnostik test topshirdingiz, endi uni tahlil qilib ko'rishingiz kerak. Qayerda muammolaringiz bor, qaysi yo'nalishda ko'proq muammoga uchrayapsiz. Misol uchun pedagogik qobiliyatlarni umuman bilmayapsiz, kasb standartidagi sohalarni, ko'nikmalarni umuman tushuna olmayapsiz. Tahlilini qilib chiqish kerak bo'ladi va eng qiynalayotgan sohangizga ko'proq vaqt ajratishga harakat qilishingiz lozim. Undan tashqari har kuni 80 daqiqa o'qing, ikkinchi haftadan boshlab har kuni 80 daqiqa. Xo'p, bu nima degani? Manbalarimiz bor qo'limizda, kasb standarti hujjatimiz bor. O'sha 80 daqiqani 20 daqiqasini kasb standartiga, 60 daqiqasini aytaylik, Xoliqov kitobiga yoki o'zingizni faningizga oid bo'lgan metodika, misol uchun ona tilida Yo'ldasheva bo'lishi mumkin, shunga bag'ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni kitoblarni o'qish kerak. Endi agar sizga o'sha kitoblarni to'liq o'qib chiqish qiyin bo'ladigan bo'lsa, o'sha biz yuqorida aytdik, Pedagogik mahorat plus degan kitobimiz, shunga o'xshagan kitoblarni topib, ulardan ham foydalanish mumkin. Yana qaysilari bor desangiz, to'g'risi bilmayman. Uchinchi hafta endi aniq bir mavzularni o'zlashtirishga o'tamiz. Bu nima degani? Birinchi navbatda eng ko'p savol tushadigan mavzularni o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Bular didaktik tamoyillar, dars turlari va o'qitish metodlari hisoblanadi. Mana shu 3 ta mavzu har yili attestatsiyada savol tushadi, chunki bu mavzulardan savol tugamaydi. Ishontirib aytish mumkin, attestatsiya 10 yil bo'lsa 10 yil tushadi, 100 yil bo'lsa 100 yil shundan savollar tushaveradi, chunki bular tugamaydigan mavzular. 4-haftamiz, ya'ni birinchi oyning so'nggi haftasi, bu o'sha aniq mavzularda davom etish kerak bo'ladi. Ya'ni keyingi eng ko'p tushadigan mavzular bular pedagogik qobiliyatlar. Kirganlar bo'lsa biladi, 2 marta kirgan bo'lsangiz ham 2 martasida ham sizga bu savol tushgan bo'lishi kerak. Undan tashqari pedagogik muloqotni tashkil etish va pedagogik texnika masalalari. Keling, pedagogik texnika deganga nima tushunishingizni izohlarda yozib keting. Ko'raylikki, o'zi pedagogik texnika nima? Texnologiyadan qanaqa qilib farqlaysiz? Endi birinchi oy uchun eslatma aytib o'tmoqchiman. Ya'ni 4 haftani tugatdik, bir oyda shuncha ma'lumotni o'rganib bo'ldik. Endi eslatma, ko'pchilik birinchi oydanoq variant testlar ishlashga o'tib ketadi. Ya'ni mana birinchi hafta o'qishni boshladida variant testga o'tishni boshlaydi. Bu noto'g'ri. Umuman foyda bermaydigan jarayon, vaqtni quruq sarflash hisoblanadi bu. Nimaga? Chunki siz hali mavzularni to'liq bilmaysiz, o'zlashtirmagansiz. Variant test ishlayotgan paytingizda hech narsani tushunmaysiz. To'g'ri qilganingizda nimaga to'g'ri qildingiz, xato qilganingizda nimaga xato qildingiz? Buni aniqlash imkoni mavjud emas. Shuning uchun birinchi oy men umuman tavsiya bermayman variant testlar bilan shug'ullanishni, ularga vaqt ajratishni. Endi ikkinchi oyimiz, ya'ni mavzu plus test rejimiga o'tish oyi deb aytdik. Bu bizda 5-hafta bo'ladi. Bu haftada ham ko'p tushadigan mavzularni o'rganishni davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu Bloom taksonomiyasi mavzusi, o'quv jarayonlarini loyihalash mavzusi va 5-haftadan boshlab bitta variant test ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni Bloom taksonomiyasi o'quv jarayoni loyihalash mavzusiga bitta variant testni qo'shib yorsangiz, ya'ni 5-haftadan boshlab ana endi sizda ma'lum bir ko'nikmalar bor, bemalol o'sha 15 talik testning taxminan 6-7 tasini tushunib, mohiyatiga yetib, anglab yetishingiz mumkin. 6-hafta bo'lsa, interfaol metodlarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bu o'sha tavsiya qilingan kitoblari har birida, ba'zilarini o'rtasida, ba'zilarini boshida, ba'zilarini oxirida interfaol metodlar qanaqa qilib foydalanish kerak, nomi qanaqa, hammasi keltirib o'tilgan, shularni o'rganish kerak bo'ladi. Undan tashqari pedagogik refleksiya degan mavzusi bor. Uni ham o'rganish va yana bitta variant test. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, endi 5-haftadan boshlab har haftaga bitta variant test ishlab ko'paytirib boryapmiz. 7-haftamiz shaxsga yo'naltirilgan ta'lim degan bir juda ham katta mavzu bor.
unda ta'lim turlari, har bir ta'limning muammo, kamchiliklari hammasini batafsil o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Ko'p vaqt oladi. Shuning uchun maslahat beraman men har doim shaxsiy yo'naltirilgan ta'limga butun bir haftani bag'ishlash kerak bo'ladi. Ma'lumot ko'p juda ham. Qo'shimchasiga ikkita variant test ishlab qo'yish mumkin. Chunki mana ikkinchi oyimiz ham yakunlanyapti. Ma'lumotlarimiz juda ham ko'p ma'lumotlarni oldik. Endi 15 ta testdan bemalol 10 ta yoki 12 tasini tushunib ishlaydigan darajaga yetib kelgansiz bu paytda. Shuning uchun endi variant testlar sonini ko'paytirish foydadan xoli bo'lmaydi. 8-haftada bo'lsa, maslahat beraman men. Teatr pedagogikasi degan mavzu, yangi mavzu qo'shilgan bu. O'rganib qo'yish kerak bo'ladi. Kasbiy sertifikatlash jarayonlarida shu mavzudan testlar tushdi. Ya'ni bu degani attestatsiya jarayonlarida ham tushadi. Nega? Kasbiy sertifikatlash spesifikatsiyasi va attestatsiya spesifikatsiyasi 99% ga o'xshash. Kasbiy sertifikat imtihonlari bilan attestatsiya imtihonlari 99% ga o'xshash. Shuning uchun teatr pedagogikasi mavzusini ham alohida o'rganib qo'yishni tavsiya qilaman. Va tarbiya turlari, usullari degan mavzumiz bor. Har doim ham tushmaydigan, lekin tushib qolish ehtimoli yuqori bo'lgan mavzulardan hisoblanadi bu ham. Yana har doimgidek ikkita variant test. Demak, 8-haftani mana shunaqa qilib o'tkazish to'g'ri bo'ladi. Ana endi 3-oyga yetib keldik. Bu oyda endi umumiy pedagogika bo'yicha barcha mavzularni sanab o'qib tugatib bo'ldik. Endi biz shuni yoniga 3 ta test tushadi deb aytgan yo'nalishim o'zingizni faningizga oid bo'lgan metodika. Har bir fanga oid metodika kitoblari tavsiya qilingan, kamida 2 ta kitob tavsiya qilingan. O'sha 2 ta kitobni o'zlashtirishni boshlash kerak bo'ladi. 9-hafta bu o'sha tavsiya etilgan birinchi kitob o'rganib chiqing va 2 ta variant test ishlang. Butun bir kitobga bir hafta va 2 ta variant test. 10-hafta ham 9-haftaga o'xshash bo'ladi. Faqat unda o'sha tavsiya qilingan kitoblarning ikkinchisini o'qishingiz kerak bo'ladi va 2 ta variant test ishlaysiz. Mana endi variant testlarda mana shu 10-haftaga kelib ishlayotgan variant testlaringizdagi 15 ta savolning 15 tasini ham savolda nima so'rayotganini aniq tushunib, mohiyatini anglab turasiz. Endi siz ishingiz to'g'ri javobni aniqlash bo'ladi. Xolos. E'tibor berasizlar, mana 10-haftaga kelganda variant testlarni to'liq tushunishni boshlaysiz. 11-hafta, ya'ni oxirgi hafta imtihonga bir hafta qolgan payt deyishimiz mumkin buni. Bu yerda endi faqatgina variant testlar bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Variant testlar bilan shug'ullanganda ham shunchaki yechib qo'yish emas, noto'g'ri javobni nima uchun noto'g'riligini o'ylab ko'rishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri javob qayerdan olindi bu javob, nega bu javob to'g'ri degan savollarga javob beradigan tahlillarni ham amalga oshirish lozim. Ana shunday qilib 3 oylik o'quv rejangizni hozir aytganimdek moslashtirib to'g'rilab olishingiz mumkin. Men aynan o'zim ham, shogirdlarim ham, bizni tinglovchilarimiz ham aynan mana shu reja bo'yicha harakat qilishadi. Agar ushbu qadamlarni to'liq va to'g'ri amalga oshiradigan bo'lsangiz, attestatsiyada o'zingiz istagan ballni qo'lga kiritishingizga ishonaman. Bemalol qo'lga kirita olasiz deb o'ylayman. Chunki e'tibor bering, siz barcha sohani qamrab oldingiz. Umumiy pedagogikani ham hamma mavzularini, fanga oid metodikani ham barcha manbalarini qamrab oldingiz. Undan tashqari imtihon muhitiga moslashib oldingiz. Ya'ni bu nima degani? Siz variant testlar ishlash jarayonida imtihon muhitini, imtihon hidini, imtihon kayfiyatini his qildingiz. Uchinchidan bo'lsa, testlarni tuzish mantig'ini ham o'rganib oldingiz. Buni qanaqa qilib o'rgandingiz? Variant testlar ishlayapsiz-ku. O'sha variant testlar ishlayotgan paytingizda, uni tahlillarini qilgan paytingizda ma'lumot qanaqa qilib testga aylanganini ko'rib chiqdingiz. Mana shu sizga testning tuzilish mantig'ini tushunishga yordam beradi. Aynan mana shu 3 ta xususiyat sizga qiynalmasdan attestatsiya jarayonlarida kerakli ball to'plashga yordam beradi. Endi darsimizni keyingi bo'limiga o'tsak ham bo'ladi. Bu eng ko'p qilinadigan xatolar. Shu paytgacha o'sha tinglovchilarimizdan, shogirdlarimizdan yiqqan ma'lumotlarimiz asosida bu ro'yxatni tuzib chiqqanmiz. Xo'p,
eng ko'p qilinadigan xatolar birinchisi bu testlar to'plamini yodlash hisoblanadi. Juda ko'pchilik avval tushgan testlarni va yangi tuzilgan savolnoma tarzidagi, ya'ni bilish darajasini tekshiradigan testlar to'plamlarini olishadi va o'sha to'plamlarni yodlashadi. Lekin amalda attestatsiya jarayonida unday shakldagi testlar tushmaydi. Testlar ko'proq mulohaza yuritishga, bilimni qo'llashga qaratilgan testlar bo'ladi. Shuning uchun test to'plamlarini yodlash sizga deyarli foyda bermaydi. Ya'ni attestatsiyaga kirganingizda savolning mohiyatini tushunib turmasangiz, yodlagan ma'lumotingiz hech qanday qiymatga ega emas. Keyingisi, variant testlarini yechishda sekundamер qo'yib olmaslik. Variant testlar ishlayotgan juda ko'p o'qituvchilar ko'p vaqt sarflab olganini o'zi sezmay qoladi va holanki 15 ta testni 20-25 daqiqada yechib tugatishingiz kerak. Chunki siz mutaxassislik faningizga ham ancha vaqt sarflab qo'ygansizda. Shuning uchun pedagogikani imkon qadar tezroq yechishga harakat qilish kerak. Siz o'sha 5-haftadan variant test yechishni boshlang deb tavsiya berdikmi, o'shandan boshlab sekundamер qo'yishni boshlash kerak. Va vaqtni borgan sari kamaytirib borish kerak. 10-haftaga borganda siz 20-25 daqiqada 15 ta testni yechib qo'yayotgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa undan ham kamroq vaqt sarflagan yaxshi. Imtihonga yaqin qolganda tig'izlashtirib yodlashga kirishish. Buni yuqorida ham aytdik. Bizga ko'p murojaatlar bo'ladi bu bo'yicha. Ko'pchilik 1 oy qolganda boshlaydi. 1 oy bu yetarli muddat emas. Kamida 2 oy kerak sizga. Bemalol tayyorlanish uchun bo'lsa 3 oy kerak bo'ladi. Turli bepul kanallarda betartib ma'lumotlarga chalg'ish yolg'on emas. Men ham ko'plab bepul kanallarda a'zo bo'lib, ular ma'lumotni qanday berayotganini ko'rib, ulardan ham nimadir o'rganishga harakat qilaman. Lekin u yerda bir narsani kuzatamanki, bepul kanallarning bir odati bor, ma'lumotlarni o'ta betartib beradi. O'ta betartib. Ya'ni biz mana 3 oylik rejada tartib qo'yib berdik. O'sha tartib tog'dan bog'dan bo'lib ketadi. Qo'pol aytganda, shuning uchun ertaga testga kirgan paytingizda qiynalasiz. Ma'lum bir ketma-ketlik bo'yicha, tizim bo'yicha o'rganmaganingiz uchun sizda test yechish bo'yicha muammolar uchrayveradi. Shuning uchun tartib bilan beradigan kanallardan foydalanish kerak bo'ladi. Ya'ni shunchaki bugun darsimiz bor, mana bu mavzu boshlab turib PDF tashlab qo'yadigan kanallardan iloji bo'lsa foydalanmagan yaxshi. Agar maqsadingiz shu kuzgi attestatsiyada yaxshi natija ko'rsatish kerak bo'lsa, tavsiyam, haligi chin do'stlik tavsiyam, shu kanallardan chiqib keta qoling. Test qanday tuzilishi haqida o'ylamaslik eng katta muammo. Juda ham ko'p ustozlar ma'lumotlarni, manbalarni o'qib, testlarni yechib tayyorlanadi, lekin o'zi test qanaqa tuziladi, bu test qanaqa qilib paydo bo'lib qoldi degan savolga javob izlab ko'rmaydi. Mana shu muammo juda ham ko'p o'qituvchilarning natijasi past chiqishiga sabab bo'ladi. Chunki o'qidim-ku, nega yecha olmayapman degan bir stressga ham tushib qolishadi. Sabab oddiy, test qanaqa tuzishni bilmaslik. Shuning uchun bu xatoni ham qilmaslikka harakat qilish kerak. Testlarni yechyapsizmi, ma'lumotni o'qiyapsizmi, uni qanaqa qilib testga aylantirish haqida ham o'ylash, o'rganish kerak bo'ladi. Darsimizni keyingi bo'limiga o'tamiz. Bu bo'limda va'da bergandik. Siz yuqori natija ko'rsatishingiz uchun nimalarga ega bo'lishingiz kerak? Nimalar amalga oshirishingiz kerak? Ya'ni rejani berdik. Nima xatolar qilmaslikni aytdik. Endi nimalarni qilish to'g'ri bo'lishini ham aytmasak bo'lmaydi. Demak, shu mavzuga o'tamiz. Birinchi navbatda pedagogik mahorat uchun alohida vaqt ajratish kerak bo'ladi. Hali aytdik, kamida bir kunda 80 daqiqa yoki 80 daqiqadan haftasiga 3 marta kamida vaqt ajratishni tavsiya qilyapmiz. Bu sizga o'sha ma'lumotlarni mukammal, to'liq o'rganishga yordam beradi. Yuqorida aytdik, vaqt ajratmaslik o'sha sizni oliy toifadan yoki 70% ustamadan olib qolishi mumkin. 2 balgina yetmasdan bitta testga javob topa olmaganingiz oqibatidan shunaqa holatga tushib qolishingiz mumkin. Shuning uchun
alohida vaqt ajratish kerak. Ikkinchisi kurator bo'lishi kerak. Bu nima degani? Kurator shunaqa shaxski, mana kursda o'qiyapsiz, test yechgansiz, nechtadir savolda xato qilgansiz. O'sha savollarda nimaga xato qilganingizni, nima muammolar bo'lganini o'rganib chiqib, sizga tavsiya beradigan, ya'ni asosiy ustozning yordamchisi sifatida faoliyat yuritadigan shaxs hisoblanadi. Kuratorli kurslarda sifat har doim yaxshi bo'ladi, chunki masalan, menda odat bor, kimdir menga uyga vazifa qilishni eslatib turmasa, kimdir mendan uyga vazifani talab qilib turmasa, test bajarishimni talab qilib turmasa yoki ko'p xato qilgan bo'lsam boshqatdan ishlashimni so'rab turmasa, borib tashlab yuboraman, ya'ni arqon bo'shab ketadi. Shunaqa tinglovchilarni ham kurator har zamonda turtib jarayonga qaytarib, muhitga qaytarib turadi. Kurator bo'lishi albatta shart hisoblanadi shu tomonlardan. Uchinchi talab bu darslarni audio chatda emas, ya'ni vizual slaydlar bilan birga ko'rishingiz kerak bo'ladi. Juda ham ko'p ustozlarimiz bor, ularni hurmat qilaman, lekin darslarni ko'proq audio chatda o'tishadi. Ya'ni birinchi navbatda bu o'sha sifat hisobga olishadi, ularni ham to'g'ri tushunishga harakat qilishimiz kerak, lekin ya'ni ko'proq qamrovni va sifatni hisobga olishadi, lekin bu samarasi kamroq hisoblanadi, chunki eshitayotgan paytingizda siz hamma narsani ham ko'z oldingizga keltira olmaysiz, lekin ko'z oldingizda eshitish bilan birga slayd turar ekan, bu ma'lumotni esingizda, xotirangizda saqlanishi karrasiga oshadi. Ya'ni eshitish misol uchun 20% bersa, ko'rish 30% berib, umumiy 50% ga chiqadi umuman olganda-da. Ma'lumotni eslab qolishingiz. Shuning uchun tanlayotganda e'tibor beringlar, darslar ovozli audio chatda emas, video chatda bo'lishi kerak. Undan tashqari, xuddi shu yo'nalishni davomi 4-talab deyishimiz mumkin. Darslar yozib olinadigan, ya'ni video chat o'sha yozib olinadigan va sizga o'sha tartibi bilan tashlab beriladigan holat bo'lishi kerak. Ya'ni siz darsga kira olmadingiz, istagan bo'sh vaqtingizda darsni ko'ra olishingiz kerak yoki darsga kirdingiz, takrorlash uchun ham shu videoni qaytadan ko'ra olishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham bu muhim hisoblanadi. Ya'ni bir marta eshitish, ko'rish baribir yaxshi natijaga olib kelmaydi. Takrorlashga imkon bo'lishi uchun albatta tartib bilan sizga taqdim qilingan bo'lishi kerak bo'lar va 5-inchisi imtihon muhitini his qilish kerak. Bu nima degani? Ishlaydigan variant testlaringiz, mavzulashgan testlaringiz hammasi elektron platformada bo'lishi kerak. Imkon qadar o'sha attestatsiya jarayonlariga yaqinlashtirilgan platforma, ekranda bitta savol bor, variantlar bor, faqat shu ko'rinib turadigan va kompyuteringiz yo'q bo'lsa ham, telefonda bo'lsa ham o'sha platforma orqali yechadigan testlar bo'lishi kerak. 6-talab bu men sizlarga o'sha ustoz tanlash bo'yicha talab deyishim mumkin. Ya'ni siz ustozga qo'yadigan talablaringiz bo'lishi kerak. Aynan shu sohada o'qigan, ya'ni pedagogika sohasida tahsil olgan, undan tashqari pedagogika sohasida ustozlarni attestatsiya jarayonlariga tayyorlab, yaxshi natija ko'rsatayotgan ustozni tanlash kerak. Yuqorida aytganimizdek, tarix o'qituvchisi bo'lib turib pedagogikani qo'shib o'tayotgan bo'lsa, natija baribir yaxshi bo'lmaydi. Yo'q, pedagogikani o'zini mutaxassisi bo'lgan ustoz tanlashga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa ustoz qidirish kerak. Misol uchun, men shunaqa ustozman, lekin siz meni tanlamasangiz ham, qidirayotgan paytingizda mutaxassisligiga bir e'tibor berib qo'ying, chunki men tajribamdan ishontirib aytishim mumkin, bu sifatni ancha yaxshilaydi mutaxassis bo'lishi. Mana attestatsiyaga samarali tayyorlanishning 3 oylik aniq rejasini, nima xatolar qilmaslik kerakligini, nimalarni qilish shartligini tushuntirib o'tdik. Bu tushuntirganlarimiz bilan bemalol o'zingiz attestatsiya jarayonlariga mustaqil tayyorlansangiz bo'ladi. Lekin to'g'risini aytadigan bo'lsam, ko'pchilik buni yolg'iz o'zi bajara olmaydi. Baribir siz uchun kimdir buni tartiblab berishi, sizga moslashtirib berishi, sizni nazorat qilib turishi, sizdan intizom talab qilib turishi foyda keltiradi va
o'zingizga ham yoqimli bo'ladi. Masalan, yuqorida aytgandek, meni kimdir nazorat qilib turmasa, birinchi oy yaxshi o'qishim mumkin, ikkinchi oy baribir tashlab qo'yaman. Juda ham ko'pchiligimiz shunaqa bo'lsa kerak. Shuning uchun shu tomonlarini o'ylab, yuqorida sanab o'tgan barcha komponentlarini o'zida jamlagan kurs yaratganman. Bu kursimizning nomi Pedagogik mahorat 2.0 deb nomlanadi. Nimaga 2.0? Biz avval ham pedagogik mahorat bo'yicha kurslar o'tganimizni aytdik. Endi biz kuzgi mavsumga ana shu kurslardagi natijalarimizni yana ham yaxshilashga, zotan natijalar juda yaxshi bo'ldi, yomon natijalar yo'q deyarli. Shu natijalarni yana ham yaxshilashga harakat qildik. Buning uchun biz muammolarni, tinglovchilardagi stresslarni, qiyinchiliklarni o'rganib chiqdik va kursimiz mazmunini, tartibini, tizimini deyarli 80% ga o'zgartirdik va avvalgisidan ko'ra ancha sifatli kurs tayyorladik. Demak, hozir sizlarga mana shu pedagogik mahorat 2.0 kursini batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. Darslarimiz o'zi haftada 3 marta bo'ladi. Seshanba, payshanba va yakshanba kunlari. Seshanba va payshanba kunlari biz mavzu o'tamiz. Ya'ni men jonli tarzda ma'ruzalar o'tib beraman. U ma'ruzalarda mavzularni, qaymoq joylarini tushuntirib beraman. Qanaqa testlar chiqarish mumkinligini aytib o'taman va yakshanba kuni mana shu o'tilgan ikkita mavzu bo'yicha test ishlaymiz. Test ishlaganingizdan keyin yakshanba kungi darsimizda men u testni tahlilini qilib beraman. Ya'ni nima to'g'ri bo'ldi, nima noto'g'ri bo'ldi, bu nega noto'g'ri bo'ldi? Shunda o'zingizning xatolaringizni yaxshiroq ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu safargi kursimizga kiritgan eng katta yangiliklarimizdan biri bu kurator joriy qilganimiz. Ya'ni kurator sizni savollaringizga javob beradi, qanaqadir muammolar bor bo'lsa, yechishga yordamlashadi va tushunmagan joylaringizni ustozga qo'shimcha yordamchi sifatida tushuntirib beradi. Undan tashqari nazorat tizimini ham kurator boshqarib boradi. Bizda kuchli nazorat tizimi joriy qilinyapti. Bu nima degani? Har bir tinglovchimizning darslarda qatnashishi, ularni o'zlashtirishi va berilgan testlarni yechib borishi, yechganda ham qanaqa natija ko'rsatayotgani kuzatib, nazorat qilib boriladi. Kerakli o'rinlarda kurator yordamida ularga maslahat beriladi, tushuntirishlar olib boriladi va agar qandaydir muammolar bor bo'lsa, yechim taklif qilinadi. Ayni mana shu ko'rsatayotgan qat'iy sifat nazorat tizimimiz sizni intizomda ushlab turishga yordam beradi. O'zi bu kursimiz 3 ta moduldan iborat. Birinchi modulimiz umumiy pedagogika moduli hisoblanadi. Unda 15 ta mavzu bor. Bu 15 ta mavzu tavsiya qilingan umumiy pedagogika kitoblaridan olingan. Bular jonli dars sifatida o'tib beriladigan mavzular hisoblanadi. Bu modul natijasida siz umumiy pedagogika bo'yicha tushadigan 7 ta savolni barchasini bemalol tushunib yecha oladigan darajaga chiqasiz. Ikkinchi modulimiz bo'lsa, kasb standarti moduli hisoblanadi. O'zi umuman ikkinchi modul ikkita dars sifatida tushuntirib o'tib beriladi, lekin bu ikkinchi modul birinchi modulda ham, uchinchi modulda ham birgalikda davom ettiriladi. Ya'ni kasb standarti bizda doimiy mavzular qatorida turadi, chunki kasb standartini ochig'ini aytsam, yodlash kerak bo'lgan joylari juda ham ko'p. Mohiyatini anglash qiyin uni. Ya'ni mohiyatning o'zi yo'q, yodlash kerak bo'lgan narsalar bor. Shuning uchun bu alohida modul bo'lgani bilan, lekin butun kurs davomida sizga ma'lumotlar ulashib, testlar berib boriladigan soha hisoblanadi. Bu kasb standartini mavzu qilib o'tib berishimiz va testlarimiz natijasida siz kasb standartidan tushadigan 5 ta testni bemalol yecha olasiz. O'tgan safargi tinglovchilarimizda ham kasb standartidan deyarli muammo bo'lmadi. Kursimizning 3-moduli bu yangi qo'shilgan yo'nalish hisoblanadi. Ya'ni bahorgi attestatsiyadan boshlab yangi qo'shildi bu fanga oid metodika yo'nalishi. Bu yo'nalishda biz turli fan ustozlari uchun alohida darslar tashkil qilamiz. Ya'ni siz kimyo o'qituvchisi bo'lsangiz, faqat siz uchun bag'ishlangan darsimiz bor. Biologiya o'qituvchisi bo'lsangiz, faqat siz uchun bag'ishlangan darslarimiz bor. Xuddi shunday fanlardan bizda kimyo, biologiya,
tarix, davlat huquq asoslari, musiqa, boshlang'ich ta'lim, ona tili adabiyot, ingliz tili, matematika, geografiya, iqtisodiyot va fizika fanlarini sanashimiz mumkin. Ayni mana shu fanlardan biz alohida fanga oid metodikalarni ham modul sifatida o'tib beramiz. Tavsiya qilingan 2 ta kitobni to'liq o'rganib chiqamiz. Ya'ni bu modul natijasida siz tushadigan 3 ta savolga tayyor bo'lasiz. Bundan tashqari har bir modulda sizga taqdim qilinadigan narsalarimiz bor. Birinchi navbatda bu har bir mavzuning slaydi, har bir mavzu bo'yicha mavzulashtirilgan testlarimiz va o'sha mavzulashtirilgan testlarning qisqacha tahlili. Ayni mana shu qo'shimcha manbalarimiz sizga mavzularni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi. Yuqorida sizga 3 oylik reja taqdim qilganimizda 2-oydan boshlab variant testlariga o'tish kerakligini aytgandik. Bu kursimizda ham xuddi shu amal qiladi. Ya'ni biz 2-oydan boshlab endi har hafta kamida bitta to'liq variant test ishlaymiz. Bu variant testni video ko'rinishida tahlil qilamiz. Ya'ni sizga test beriladi, ma'lum vaqt beriladi. Ishlab bo'lganingizdan keyin biz uni jonli efir tashkillashtirib, uni tahlilini amalga oshiramiz. Shunda o'zingizni xato va kamchiliklaringizni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari bizda o'sha ko'pchilik ustozlarda uchramaydigan deyishimiz mumkin holat, darslarimiz to'liq taqdimotlar bilan, prezentatsiyalar bilan olib boriladi va shu prezentatsiyalar to'lig'icha PDF holatda sizlarga taqdim qilinadi. Bemalol ularni qayta o'qib, o'rganib, o'zlashtirish imkoniyatingiz bo'ladi. Undan tashqari o'tilgan darslarning hammasi yozib olinadi va bu yozib olingan holat sizga tartib bilan olish imkoniyati bo'lgan platforma orqali beriladi. Ya'ni siz har bir darsni ko'rgan bo'lasizmi, ko'rmagan bo'lasizmi, istagan vaqt qayta ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu kursni o'zim eng yaxshi ko'radigan qismi bor. O'zim yaxshi ko'rib tayyorlanaman shu qismga. Ya'ni biz mavzularimiz davomida kitobdagi suvdan iborat bo'lgan, ya'ni test tuzish imkoni bo'lmagan yoki test tuzish foydali bo'lmagan, test tuzish maqsadli bo'lmagan qismlarning barchasini olib tashlaymiz va faqatgina aniq gaplar, aniq ma'lumotlar bilan ishlaymiz. Har bir darsimiz aynan mana shunaqa ma'lumotlarga to'la bo'ladi. Nega buni yaxshi ko'raman? Chunki o'zim ham vaqtimni tejashni yaxshi ko'raman. Sizlarga ham shuni taqdim qilishni rejalashtirganmiz. Bundan tashqari sizlarga, ya'ni kurs tinglovchilariga Pedagogik mahorat plus kitobi to'lig'icha taqdim qilinadi. Ya'ni videoni boshida bu kitob haqida ozroq ma'lumot berdik. Ya'ni o'zini turidagi kitoblar ichida birinchisi deb atashimiz mumkin. Har bir mavzu yuzasidan sodda, qisqa konspektlar jamlangan. Har bir mavzu oxirida bu mavzudan qanaqa test tuzish mumkin degan qism qo'shilgan va har bir mavzuning kalit so'zlari jadval ko'rinishida yodlashga, o'rganishga qulay tarzda joylashtirib chiqilgan. Ayni mana shu kitobni to'liqligicha qo'lga kiritishingiz mumkin. Undan tashqari kitob oxirida variant testlar, qo'shimcha testlarga QR kodlar ham joylashtirilgan bo'ladi. Ya'ni mana shuncha manbani bitta kitobni o'zidan ham olishingiz mumkin. Pedagogik mahorat 2.0 kursimizning yana bir katta yangiliklaridan biri bu maxsus platforma hisoblanadi. Biz maxsus platforma ishlab chiqqanmiz. Yozib olingan darslarni o'sha maxsus platformaga joylab boramiz. Testlarni ham o'sha platformaga joylaymiz. Bu bizga nima beradi? Birinchidan, Telegram guruhga joylagan paytimizda undan keyin xabarlar tashlanib, ustozlar o'sha ketma-ketlikni yo'qotib qo'yishyapti, videoni yo'qotib qo'yishyapti, ochish bilan muammolar bo'lyapti, saqlab olish bilan muammolar bo'lyapti. Shularni hammasini oldini olish uchun biz maxsus platforma tayyorladik. U platformada videolar ketma-ketligida joylashtirib boriladi. U yerda ortiqcha gaplar, ortiqcha ma'lumotlar, ortiqcha vizuallar yo'q. Istagan paytda videoni qayta ko'rish imkoniyati bor. Undan tashqari har bir videoni ostida unga mos testlar beriladi. Sizga berilgan uyga vazifalar ham o'sha yerga joylashtiriladi, o'sha yerdan qabul qilinadi. Ya'ni bu
birinchidan sifat nazorati tizimimizni yaxshi yo'lga qo'yish uchun va sizga beriladigan ma'lumotni tartibli qilish uchun yordam beradigan platforma bo'ladi. Kurs tinglovchilarining barchasiga shu platformaga kirish imkoniyati taqdim qilinadi. Undan tashqari, bu pedagogik mahorat 2.0 kursimizda avval bo'lmagan bir va'dani berishimiz mumkin, ya'ni natija kafolati. Shu paytgacha natija kafolati haqida ustozlarga gapirmaganman, va'da bermaganman, lekin bu safar va'da berishim mumkin, chunki bu kursga rostdan ham ishonyapman o'zim. Agar biz beradigan darslarning ma'lumotlarini 90% ni o'qiydigan, o'zlashtiradigan bo'lsangiz, har bir darsdan keyin beradigan testlarimizni yechib, ularni tahlillarida qatnashadigan bo'lsangiz, variant testlarimizni ham hammasini yechib, ularni ham tahlillarida qatnashadigan bo'lsangiz, natijaga kafolat beramiz. Agar mana shulardan keyin ham sizda imtihonda natija o'zingiz kutgandek bo'lmaydigan bo'lsa, bahorgi attestatsiyaga tayyorlanishingiz uchun sizga to'liq kursni bepul holatda yozib olingan versiyada, ya'ni o'sha platforma versiyasida bepulga taqdim qilamiz. Ko'pchilikni tariflar qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin. Bizda ikki xil tarif bor: standart va premium tariflarimiz. Standart tarifimizda ko'proq o'zi mustaqil o'rganuvchilar uchun moslashtirilgan holat bo'ladi. Ya'ni u yerda yozib olingan darslarni olasiz, sizga tashlab beriladi. Har bir mavzuning slaydi, ya'ni PDF ko'rinishida tashlab beriladi. Har bir darsdan keyingi mavzulashgan testlar beriladi. Namunaviy variant testlarning tahlili, ya'ni slayd ko'rinishida ham, video ko'rinishida ham taqdim qilinadi va o'sha aytgan yopiq platformamizga, kurs uchun ishlab chiqqan platformamizga kirish imkoniyati taqdim qilinadi. Premium tarifimizda yuqorida standart tarif uchun sanaganlarimning barchasi va unga qo'shimcha tarzda jonli darslarga kirish imkoniyati, ya'ni premium tarifiga ulanadigan, a'zo bo'ladigan bo'lsangiz, siz darslarni yozib olingan emas, bevosita jonli tarzda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni bunda menga to'g'ridan-to'g'ri dars paytida savol berish imkoniyati ham sizda paydo bo'ladi. Undan tashqari, pedagogik mahorat plus kitobimiz to'laqonli taqdim qilinadi bu tarif tinglovchilariga va kurator bilan ishlash imkoniyati ham aynan premium tarifiga taqdim qilinadi. Ya'ni siz nafaqat menga savol berishingiz, kurator bilan ham hafta davomida deyarli har kuni bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olib turishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari, men o'zim maxsus savol-javob sessiyalari tashkillayman. Ularda ham aynan premium tarifdagi tinglovchilarimiz bemalol qatnashishlari mumkin. Kurs bo'yicha yanada to'liq ma'lumotni matn ko'rinishida yoki bir boshqa taqdimot ko'rinishida olmoqchi bo'lsangiz, narxlarini bilmoqchi bo'lsangiz, tariflarimizni videoni pastida havolalar qoldirganmiz. Shu kerakli havolaga o'tib, ro'yxatdan o'tsangiz, sizga aynan shu narxlar bo'yicha kursdagi qo'shimcha savollaringizga javob tarzidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Boshida va'da bergandik, pedagogik mahorat plus, ya'ni rosa bir maqtagan kitobimiz bo'ldi-ku, shu kitobning ma'lum bir qismini sovg'a tarzida beramiz degandik. Uni qanday olish ham aynan pastdagi maxsus havolaga o'tasiz. O'sha havola orqali bu sovg'amizni bemalol hozirni o'zida bepul yuklab olishingiz mumkin. O'ylaymanki, bu darsimiz davomida bergan ma'lumotlarimiz sizga foydali, samarali bo'ldi. Bundan keyingi faoliyatingizda ham bemalol qo'llash imkoniyati paydo bo'ldi sizda. Agar sizda kuzgi attestatsiya uchun maxsus tayyorlangan pedagogik mahorat 2.0 kursimizga yozilish istagi, u haqida yana ham ko'proq ma'lumot olish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, bemalol pastdagi havoladan kirib ro'yxatdan o'ting. Biz sizga bog'lanamiz, sizga to'liq ma'lumotlar beramiz, barcha savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Agar bu video yoqqan bo'lsa, iltimos bizni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasini bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'ling, chunki bu kanalimizda sizga foydali bo'lgan boshqa ma'lumotlarni ham ulashib boramiz. Izohlarda bemalol o'zingizning fikringizni bildirishingiz mumkin.
va o'ylaymanki, sizlar bilan attestatsiyagacha birga tayyorlanamiz. Men sizlar bilan birgaman, sizlar men bilan birga bo'lsangiz bo'ldi. Hammaga rahmat.